Ana shu bolani ko'ryapsizlarmi? Maktab o'quvchisi issiqda qurilishda ishlab yuribdi. Hozir borib bitta suhbatlashib ko'ramiz. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Masjidda ishlaysizmi? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Ochilbek, nimalarni orzu qilasiz? Odanim Ochilbek 19 yoshda kuniga 100 ming so'mdan ishlab, oilamni boqaman deyaptilar. Ozgina gapirishlarida nuqsonlar bor ekan. Hozir oilalariga borib bitta sharoitlarni o'rganamiz. Ketdik. Mana shu uylar, mana uylarga ham keldik. Assalomu alaykum. Bir oyda necha marta go'shtli ovqat yeb turasizlar? Ehson berganlar bo'ladi. O'tgan yili 7 santimetr kaltaydi. 7 santimetr kaltaydi. Cho'zdirib bino qildirgan. Bitib bosim. Xudoyimga shukr qilaman. Bolalarim shunchalik berganiga ham yaxshi ko'rgan bandasiga berar ekan. Kasalliklarni. Men hisoblab chiqdim-da, bu bola hozir kuniga 50 ming, 100 ming so'm ishlayapman deyapti. Bu bola yengi uy qilish uchun, singlisini operatsiya qildirish uchun yana 20 yil ishlasa, o'sha pulni topa olar ekan. Hayotda qanaqa katta orzularingiz bor? Osiyo chempionatiga chiqish. O'zim sportim bo'yicha. Qanaqa sport? Kamondan o'q otish. 2 karra O'zbekiston chempioniman. Respublika bo'yicha. Uyim yaxshi, o'zim uchun yaxshi. Birovlar molxona deydi. Molxona bo'lsa, o'zim uchun chiroyli uy. 50 ming yoki 100 ming ehson qilishingiz shart emas. Yaxshi niyat qilib 5 ming so'mni, 10 ming so'mni shu bola uchun, shuni oilasi uchun bitta paddeshga qo'yib olaylik o'rtoqlar hammamiz. Mana uyingiz sizga yoqadimi? Ha. Uyda hech qachon yomon bo'lmaydi. U o'zimizning qo'limizda. Uni yaxshi qilish ham, yomon qilish ham. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Hammamiz bitta qattiq harakat qilsak, xudo xolasa bir hafta ichida men sizlarga va'da beraman, shu oilani yangi uyli qilib, xursand holatda ko'rasizlar va mana shu singlimizni ham operatsiyalarni o'tkazishga harakat qilamiz. Albatta, Alloh o'zi yordam berib, sizlarni sababchi qilsa, sizlar ham xursand bo'linglar shu ishga sababchi bo'layotganinglarga. Hammani ham bu ishga sababchi qilmaydi.